taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiki kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Har bir mahallada duv-duv gap. Ana shunday bunyodkorlik ishlari tinch va osoyishta hayotimizning ramzi aslida. O'zbek uchun vatanni obod qilishdan ko'ra xayrli maqsad yo'q. Biz ham ushbu bunyodkorlik ishlariga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shish maqsadida xonadon loyihasiga start berish arafasidamiz. Ishonamizki, siz ham bizga masofalardan turib xayrixohsiz. Sizni xonadonimizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Assalomu alaykum, bizni teleekran orqali kuzatib turgan aziz teletomoshabinlar. Biz xonadon loyihasining navbatdagi lokatsiyasiga ham yetib keldik. Ana endi esa jamoamiz bilan birgalikda xonadonimiz tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Jamshid aka. Xonadon loyihasidan tashrif buyurdik. Siz xonadon loyihasining navbatdagi ishtirokchisiga aylandingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz. Agar ruxsat bersangiz, biz jamoamiz bilan birgalikda ishni boshlaymiz. O'g'lim Ergashev Jamshid 32 yoshda. U zaif eshituvchi, lekin u juda ham kuchli rassom. O'g'lim rasm chizishni 2,5 yoshdan boshlagan. Uning chizishga bo'lgan ishtiyoqini biz bolaligidan bilganmiz, payqaganmiz. Maktab yoshida ham xuddi shunday bo'lgan. 4-sinfda esa o'sha Toshkent shahridagi 102-maktabda uning shaxsiy ko'rgazmasi bo'lib o'tgan. Ko'p marta konkursda ishtirok etgan, maqtov yorliqlari olgan. Undan keyin esa u Respublika ijod markazida o'zi darsdan keyin borib shug'ullandi. Unda ham bir unga ustozlik qilgani yo'q. Ijod markazining rahbari bu kabin berib qo'yib, yoshlar bilan shug'ullanishini istadi. U rasm chizdi. Shu orqali u rasmlarida shaharda, tumanda va jahon miqyosida u rasmlari bilan ishtirok etdi va medallar oldi. Hozirda rasmlari Mustaqillik maydonidagi yoshlar ijod markazida ikkita rasmi portretli rasmlari turibdi. O'g'limda bu o'z-o'zidan bo'lmagan, unda qobiliyat bor. U qobiliyatni faqat rivojlantirish kerak. Istaymanki, o'g'lim yana hayotga qaytsin. O'sha chizish jarayonida hammaga ko'rsatsin va o'rgatsin. O'zining ichidagi, yuragidagi, tub-tubidagi istaklarni namoyish etishini xohlayman. Shuning uchun sizlarga murojaat qilyapmanki, o'g'lim xursand bo'lib yashashini xohlayman hayotdan. Mamnun bo'lib yashashini xohlayman. Hayotda o'z o'rnini topishini xohlayman. Hozir o'g'lim krizisda bo'lgani uchun rasm chizmay qo'ydi. Rasmlarini esa chizgan uydagi rasmlarini, medallarini u uyimiz yonidagi anhorga
yirtib, uloqtirib tashladi. Biz bilmay ham qoldik. Uni majburlolmadik, chunki deganda ijodkor rassomni majburlab ijod qildirishga majburlab bo'lmaydi. Hozir chizish nimasi ishtiyoqi bor, lekin u ishtiyoq bilan chizayotgani yo'q. Aziz do'stlar, mana hozir menga tanishtirishdi Jamshidni. Jamshid shunday diplomlari bor, shunday ishlari bor va men bugun Jamshidning o'zining uslubini sezdim. Mana qarang, qish fasli. Bahor bu qizlar. Bahor oyi keldi. Bu esa kuz. Biroz Jamshidning kayfiyati tushkunlikka tushgan ekan. Rassomlar, jurnalistlar, shoirlar, shoiralar, adiblar e'tiborni yaxshi ko'radi. To'g'rimi bolalar? Shuhratparastlik ozgina kasalliga duchor bo'ladi. Sizlar ham shu kasallikka duchorsizlar. Bunga e'tibor bo'lmagani uchun u ijodni to'xtatib qo'yibdi. U inqirozda ekan. Hatto endi aytaman, o'zining ishlarini yirtib tashlabdi. Bunaqa diplomlarni ko'pini yo'q qilgan. Mana lekin biz buni saqlanib qolgan ekan. Shuning uchun men ukamizga, Jamshidbekka omad tilayman. Shu rassomimizga eng yaxshilik qilamiz va bu xona, mana qizlarimiz xonadon ta'mirlab berayotgan xona, uni yanada ijod qilishiga, uni yanada ichida ilhomlar uyg'onishiga va bu yigitimizga foydali bo'lishiga men ishonaman. Shuni qilib bera olasizlarmi, yo'qmi? Albatta. Men sizlardan kutaman va biz natijani kutib qolamiz. Xonadon egalari xohishlariga binoan aynan ushbu xonani ta'mirlab beradigan bo'ldik. Ana endi esa ishni boshlaymiz. Ko'pchilik xonani ta'mirlash faqat devorni bo'yash, parda ilish va mebel qo'yishdan iborat deb biladi. Aslida esa ta'mirning eng muhim bosqichi bu interyer dizayn. Ko'p gapirgandan amalda ko'rsatgan yaxshi. Har qanday ishni esa o'z ishining ustasi qilgani ma'qul. Navbatni Barno opaga berib, dizayn loyihasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Barno opa, yaxshimisiz? Rahmat. Sizni xonadon loyihasidan yana bir bor ko'rib turganimizdan mamnunman. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xonadon loyihasining navbatdagi qahramoni rassom va ushbu rassomning xonasini o'zgartirish uchun siz qanday takliflar berasiz? Bizani eng birinchi maqsadimiz rassom bolamizni depressiyadan chiqarish edi va shuni ko'zlagan holda ranglar va rasmlar orqali biza bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatgan holda uning ruhiyatini ko'tarish va o'ziga ishonchini yana ham yuqorilash ko'zlagan maqsadda shu dizaynni yaratdik. Biza bu yerda moviy ranglarni ko'proq ishlatdik. Moviy rang o'zi aslida asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ijodkor odamga kuch beradi. Ijod qilishga energiya ko'payadi va shuni hisobiga odam asta-sekin depressiyadan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun bizada bu proyektimizda hamma qilingan ishlar bolani shu holatidan chiqarish maqsad ko'zlangan va men o'ylaymanki, realizatsiyadan keyin biza ko'p chiroyli va nodir rasmlar ko'ramiz. Bu xonamiz tartibvoy bo'lgani uchun bu yerda ikkita devorimiz ko'chaga qaragan va ular sovuq manbai. Qishda bu yerda boshqa xonalarga qaraganda sovuqroq. Shuning uchun isitish koeffitsiyentini ko'paytirish uchun biz radiatorlarni ochib qo'ydik va oynalarga 6-etaj bo'lgani uchun unchalik pardalar kerak emas bo'lgani uchun rimskiy shtoralarni qo'lladik. U shtoralar quyosh chiqqanda soyabon bo'lib ishlaydi va lekin qishda radiatorlarni issiqlik manbai koeffitsiyentini kamaytirmasdan unumli foydalanishga yordam beradi. Yana bitta minus tarafi, konditsionerimiz
judayam noqulay joyda joylashgan. U bolaga urishi mumkin. Shuni hisobiga biz konditsioner tagida shu kitob javonni joylashtirib, konditsionerni yashirdik. Bu ham estetikani, ham bola kitobga yaqin bo'lish maqsadini ko'zladik. Chunki bola uyida kitob bo'lsa, bolada kitobga, bilimga, o'qishga moyillik bo'ladi. Bu passiv holda bolaga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har bitta bolalar yashaydigan joyda, yotoqxonada kitob javoni bo'lishi shart, menimcha. Biz bu yerga kelganimizda bolani na kabineti bor bo'lgan, na spalnisi bo'lgan. Va shuning uchun biz mana shu ikkita funksional narsani shu xonada joylashtirishimiz kerak edi. Lekin shunaqa joylashtirishimiz kerak edi, yotoqxona bolani ishlash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik kerak edi. Va shuning uchun biz karavatni shunday proyeksiya qildikki, bola ishlayotganida karavatni ko'rmaydi va shuning hisobiga miyasi dam olishga moyillik ko'rsatmasdan faol ish yuritadi. Va dam olayotganda bola o'zini qilayotgan ishini masofada ko'rib, qattini yana to'g'irlash mumkinligini ko'ra oladi. Natijani ish jarayoni tugagandan keyin ko'ramiz va siz o'zingiz baho berasiz. Unda ishga kirishamiz. Ketdik. Aristotel va Aleksandr Makedonskiydan keyingi fikri bir joydan chiqmaydigan tarixdagi ikkinchi ustoz shogirdlar bilan eski ta'mirni buzish va yangi ta'mirga moslash ishlarini ham boshlab yubordik. Tartib bo'lgan ishda mashaqqatning oz bo'lur deyilgandek, ta'mirni buzishda ham tartib bo'lgan maqsadga muvofiq. Masalan, devorni urishdan oldin elektr simlari qayerdan o'tganini bilib olish zarur. Chunki busiz bir o'q bilan ikkita muammoni keltirib chiqarish ehtimolingiz katta. Ehtiyot bo'ling. Bir yo'la devorni ham, simni ham nobud qilishingiz mumkin. Chang ko'tariladigan ishlar, masalan devor urish, g'isht maydalash paytida eshik va derazalarni yoping, ammo shamollatishni ham unutmang. Bunda asosiy xonalar orasidagi eshiklar yopiladi va bu chang boshqa joyga o'tmasligiga xizmat qiladi. Shu bilan birga shamollatish uchun oynaning yuqori qismi yoki bitta deraza ochiq qoldiriladi yoki maxsus ventilyatsiya yo'li bilan havo aylantiriladi. Aks holda chang to'planib ichkaridagi havoni bo'g'ib qo'yadi. Nodi, xonani egasi rassom ekan, bilarmiding? Rassomlanish ham oson bo'lsa kerak. Ularga iqtidor bo'lsa bo'ldi-ku. Sarva, har bir ishni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Rassomlar ham xuddi biz devorni tayyorlagandek matoni tayyorlashadi rasm chizish uchun. Birinchi maxsus surtma surishadi. U silliq bo'lishi uchun, xuddi biz gruntovkamiz kabi. Keyin esa yana alohida surtma surishadi va uni silliqlashadi. Xuddi bizning shpaklyovkamiz kabi. Bu jarayonda esa eng sifatli mahsulotlardan foydalanish kerak bo'ladi. Xuddi biz Ventumdan foydalanganimiz kabi. Unda rassomchilik bilan ustachilik bir xil narsa ekanda. Xuddi shunaqa. Tezroq ishimizni bitirdik, sari ko'p gapirib bordik. Ta'mirda eng ko'p vaqt oladigan bosqich bu yangi ta'mirni boshlashga tayyorgarlik jarayoni. Shuning uchun jarayonda ishlatilayotgan har bir material o'lchov va chizmadagi bilan mos bo'lishiga e'tibor bering. Aks holda 2 barobar ko'p vaqt va pul sarflashingizga to'g'ri keladi. Masalan, devorni tekis bo'lsa yoki pol yaxshi tekislanmagan bo'lsa, keyinchalik bo'yash, laminat yoki plitka ishlarini qayta bajarishga to'g'ri keladi. Ey, qizlar, odam zerikib ketdi. Bu birgalashib bir qo'shiq aytmaymizmi? Mayli, aytaylik. Suv bo'yida yotirgan yigit, suv bo'yida yotirgan yigit, qoshtig'ini yo suzgan yigit, qoshtig'ini yo suzgan yigit, bilaguzini yo olgan yigit, olsam bergin, bilaguzini olsam bergin, Assalomu alaykum oyi. Erroq kel. Nima gunoh qildim sizga oyi? Nima gunoh qilganingni o'zing yaxshi bilasan bolam. Qani oldimga tush. Tush oldimga.
Tavba qizlar ey. Xonadonimizda qizg'in ish jarayonlari borayotgan bir vaqtda O'zbekistondagi yirik brendlardan biri Imzo kompaniyasi xodimlari tashrif buyurishdi. Hozir ular romlarning o'lchovlarini olishyapti. Men esa ularga bir nechta savollar bilan yuzlanaman. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Hormay. Yaxshi, rahmat. Men sizga bir ikkita savollarim bor edi. Xo'p, eshitaman. Mana xonamizda eski romimiz bor. Xo'p. Siz aynan ushbu xonamizga qaysi turdagi romni tavsiya qilasiz va uning afzalliklari nimada? Bu xonamizga maslahat beramiz. O'rtacha 7000 Engelberg 5 kamerali bo'ladi. Energiya tejovchi oynalar bilan qo'ysak, xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Imzoda afzalligi yaxshi rom qo'ysanglar, bu yashash uchun qilinadigan joyda mana bu holatiga duch kelmaysizlar. Metallar 100% bo'ladi. 5 yil bepul servis bo'ladi. Shunda 5 yil sizlar xotirjam servisdan bepul foydalanasizlar. Romlarni hamma aksessuarlari, mexanizmlarini nemetskiy qo'yib beramiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi xizmat qiladi oilangiz uchun. Xonadon egalari uylariga rom tanlashda aynan nimalarga ahamiyat qaratishlari kerak? Iloji boricha energiya tejovchi oynalar qo'yishi, 7000 Engelberg nemetskiy mexanizmlar bilan romlariga PVH sistema maslahat beraman. Albatta bo'yi 2 metrgacha bo'lgan joyga. 2 metrdan baland bo'lsa, termo 65-78 bu ketaveradi. Imzoda tanlovlar juda ko'p. Rahmat. Unda ko'p gapirib sizga xalaqit bermayman. Barchasini jarayonda yana ko'rib boramiz. Xo'p, sog' bo'ling. O'rta ovozsanmi? Akalar, bugun sizlar bilan Ampektingning jinnisi bo'ladi. Bugungi mahsulotlarimiz hayot bo'yoqlari bo'lib, u boshinglarni og'ritmaydi va hamyonbop narxlarda. Nima ish qilib o'tiribsizlar sizlar yana? Sen Instagramingni boshladingmi? Undan ko'ra ish qilsang bo'lmaydimi? Bilasanmi, Nazokat? Leonardo da Vinci Mona Lisani shunchaki chizmagan. Uni bo'yoqlar ilhomlantirgan. Biz ham qahramonimizni hayot bo'yoqlari bilan ilhomlantiramiz. O'shaning ishimga aralashma. Iltimos, kichkina miyang bilan katta ishlar qilishga harakat qilmagin. Hayotni reklamaga ehtiyoji yo'q. Tuppoy. Ta'mirlash ishlarimiz ham o'z kulminatsiyasiga chiqar ekan, ko'rsatuvning birinchi soniga ajratilgan daqiqalar ham o'zining adog'iga shoshmoqda. Shu bahona bizning tinib tinchimas ustalarimiz ham biroz nafas rostlab keyingi sonlarda sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish uchun hozirlanishadi. Ikkinchi qismni o'tkazib yuborishni tavsiya qilmaymiz, chunki keyingi sonda sizni havaskor oshiq va fikri bir joydan chiqmaydigan ustalardan ko'ra ko'proq sarguzashtlar, yulduzli mehmon va real vaqt rejimida chizilgan portretlar kutmoqda. Siz sevgan telekanalda, siz sevgan loyiha bilan yana diydorlashamiz. Bizda shunaqa gaplar. Siz ham brendingiz bilan ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni ekranlarimizda ko'rsatilgan manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi manzillarda ko'rganda ko'rishguncha.